oyning o'tib ko'rsalaring. Ko'rasizlar, 4 ta magazin bor, lekin yuridikka qilishimiz kerak, iloji yo'q. Hozirda sizdagi yangi qonunchilarni kiritish kerak analizga. Bu yaxshi bilmas ekan. Hozir bitta mahalla bo'yicha 100% Navruz chiqqan mikrolavha bo'yicha. Hech qaysi mahalla chiqmagan. O'tgan safar Zafar aka o'z xabaringiz bor. Navruz to'liq hammasini 1 yillik yo'q. Bu oyda rejasiga chiqilgan. Bitta necha bo'ldi rahbar imzolanmagan, rahbar imzolanmasa u o'tirmaydi. Bizga hammasidan imzolandi bo'ldi, rahbarim imzolandi. Qarang, mikrolavha qilayotganda o'z ikkita asosiy ko'rsatkich bor. Birinchisi 3 ta ekan. Mikrolavha qilishingiz uchun yangi firma bo'lish kerak. Yangi firma 2025-yilda noyabrda, oktyabrdan boshlangan. Oktyabr, noyabr, dekabr 3 oyda faoliyatini o'shanda boshlagan.